Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimiz a'zolari, bizni kuzatuvchilar. Biz yana bugun Jomboy tumaniga sanab qo'yib berganmiz Mansur akamizga 14 talik. Shu sanogimizni ishga tushirish jarayonidan videolar tayyorlab sizga ko'rsatib boramiz. Ko'rsatmoqchi bo'lyapmiz. Xudo xolasa, keyin yana bir qiziq tarafi, vodiydan ham mehmonlarimiz kelgan, sanoglarga qiziqib ko'rishga kelgan. Shu kishilarni tanishtirib qo'yamiz. Marhamat. Bu bizda mana qilib balangina qilib sanogda mishalkani o'rnatishadi. Mishalka yo'lni arqadan qum bilan shebin mahsulotni uyib bersa, bir kishi bemalol mana qilib shebinlarni tashlatadi. Shebin, yo'da qum tashlatadi. Keyin aravada oladi-da, mana sanogga keyin qo'yib beradi. Sanogga qo'shadi. Sanogimizga rasvorlarimiz qoliplarga joylashadi. Mana maxsus ketmachilar orqali. Keyin boshqaruv pultidan ustakalarimiz boshqarib ishlashadi. Maxsus 14 talik sanoglarimiz. Bitta har doimgidek bo'linadigan qismi bor. Katta vibratorlar bilan jihozlab berganmiz bu kishilarga. Chint elektr puskatlarimiz, shitlarimiz o'zimiz yasaganmiz, qo'lda baquvvat mustahkam. Juda qalin materiallardan sanoglarni yasaganmiz. Ustaga nechtagacha buloq qo'ydingiz? Shu sanogimizga. Shu sanogga nechtagacha buloq qo'ydingiz? Kimga 4000, 5000, 6000 tagacha chiqaryapsiz. 6000 tagacha chiqaryapsiz, ha? Xo'sh. Bu boshqa sanoglardan qanaqasi bilan, nimasi bilan farq qilyapti sizga? Nimasi bilan qulay bu sanoglar? Katta, ko'p chiqaradi, 14 talik. 14 talik. Bu yangi modellarimizni his qilyapsizmi? Masalan, oldin trosli ishlatgansiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Troslik bilan zanjirlik nima farqi bor ekan? Zanjirlik ancha qulay. Uzilib ketmaydi, yaxshi. Yaxshi, rahmat. Xo'p. Kimda kim shu sanogga qiziqib, shu biznesga qiziqmoqchi bo'lsa, albatta bizga murojaat qilsin, nomerlarni qoldiramiz. Tanishlarga jo'natib qo'ying, kimgadir manfaatli bo'lishi kerak. Bizning ishimiz, mahsulotlarimiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, qo'llab-quvvatlang. Bizning videolarimizni o'tkazib olmasligi uchun albatta qattiq tugmasini bosib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana albatta bu Namanganlik akamizdan so'raymiz. Bizning sanoglarimiz ma'qulmi? Namangandan kelibdilar. Sifatlar ham juda chiroyli turibdi mana, xudo xolasa. Ular niyat qilib keldi, xudo xolasa, zakaz berib ketadi. Nechtaligini olmoqchi bo'lyapsiz? Endi razmerning hisobiga 12 talik olamiz. 12 talik, ha. 20 ga 40 da talab. Shunday akajon. Xo'p. Salomat bo'lasizlar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz.